Assalomu alaykum hammaga. Bugungi obzorimizda GT63 modelimizni. Buni qora, qizil, mokriy ranglari bor. Usti mashina avtokraska bo'ladi. To'q bardo'y rangda. Kapotlari ochiladi. Ilk karbon elementlari ishlatilgan, akfiprint qilingan. Naveslar ham taqilgan, chiroyli qilib. 2 kishilik bo'ladi. Sidenlar kojinli bo'ladi. 2 kishiga mo'ljallangan. 3-chi odam tepa kattaroq farzandingiz bu yoqqa o'tirsa ham bo'ladi, ko'taradi bemalol, oyoq qo'yishga joylariga ham bor. Paroklarida eshiklari yonga ochiladi. Orqadan ko'rinishi, chemodan funksiyasi ham bor. Mabodo ko'chada qolib ketib qolsa, oldida ruchkasi chiqadi. Mana balonda sudrab ketsa ham bo'ladi bemalol. Mana bayroqlari ham bor. Buni olib qo'ysa ham bo'ladi, agar yoqmasa. Drift qiladi bu. Oddiy tekis yo'lda ham oddiy ham yuradi. Eshiklar yonga ochilishi. Pultdan boshqarsa ham bo'ladi, bolani o'zi haydasa ham bo'ladi. Music mode. Turn on the lights. Faralarni yoqdi, flashga qo'ygan joyi, bluetooth'lari ham bor buni. Zaryadka indikatori. Zaryadkaga mana sizdan tegidan qo'yiladi. Joyi sari yozuvning tepasida turibdi joyi. 24 voltga 10 amper bo'ladi. Akkumulyator juda ham katta. Ko'rinishi oldidan. Narxi hozirgi kunda $230. Hozir mart oyida narxi. Narxi o'zgarib turadi. Opsiyaniga o'zgartirib yozib qo'yamiz. Orqadagi svetlarning yonishi. Buni qora rangi ham bor. Qorasi ham avtokraska bo'ladi. Seri rangi bor. Serisi matviy bo'ladi. Mana hozir ko'rsamiz. Matviy bo'ladi, to'g'ri turibdi. Bu ham drift qiladi. Lamborghini Aventador ham drift qiladi. Sariq, oq, ko'k 5 xil rangi bor. Mana Sianlarning ham bir 5 xil rangi bor bizda. Sianning ham original bizda. Shu orqasida odam o'tirib oladigan 3 kishiligi. Ferrari Nording mana GT kelgan. Bu ham katta model, juda ham narxlarni chiroyli qilib chiqarib qo'yganmiz. Qo'shimcha mana bitta akkumulyator ham beriladi bunga. Общий 4 soat yuradi. O'ziniki 2 soat yursa, yana 2 soat mana zapasi bor. Mercedes modellarimizda mana birin-ketin ko'rsatib ketamiz. Hammasi ranglari bor, qora, qizil. Hammasi 3 xil rangdan bo'ladi. Porsche bor. Porsche sariq ham kelgan bizga. Monitorli, bez monitor. O'zingizga yoqqanini qilib beramiz. DK63larimiz, bu ham original. Shu skuter motor deyiladi, shu 150 vatli, do'sh chiqmay yuradigan motor. Motosikl assortimentlarimiz. $921 moto, ham hozir faqat bizda. Ham banan, ham kattaroq, uzunroq. Kelgan motosikl, uni obzorini olganmiz. Bemalol ko'rib, 8 ming so'mdan boshlanadi. Mototsiklli mashina ham shunaqa narxdan boshlanadi, yog'iga qimmatlashib ketadi. Bemalol zakaz bersangiz bo'ladi. 100 xildan shu modelimizda bor. Imo, Telegram, WhatsApp pastki nomerlarga yozib qo'yganmiz. Bemalol zakaz bersangiz bo'ladi. Telegram, WhatsApp, Imo hammasi bor. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi obzorlarimizda boshqa mashinalarni ham ko'rsatamiz.